Birodarlar, mana bu yosh kattaroq odamlarni shu oldiroq o'tkazib olsak. Shu oldidagi yoshlar studiyalarda mana yoshli odamlarni hurmat qilgan holda o'tkazsak, maqsadli muvofiq bo'lsa kerak. Yana safarga taraf kelamiz, rahmat bo'ldi. Safar qo'zg'alib bordi. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Qur'onda nozil qilgan oyatlardan biri Astagfirullah, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal vahhab. Ma'nosi: Parvardigoro, bizlarni hidoyat qilganingdan keyin qalblarimizni burib qo'ymagin. Nimadan? Haq yo'ldan. Biz juda ko'p tarix kitoblarida o'qiganmiz, kofirlarning iymonga kelganligi, yahudiylarning, nasroniylarning iymonga kelganligi va iymonga kelib turib murtad bo'lib ketganlar haqida ham xabardor bo'lib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladiki, Odam alayhisolamning nasihatini birinchisi nima edi? Farzandlaringizga aytinglar, dunyodan chiqib ketishligini esdan chiqarmasin. Agar men ham jannatdan chiqib ketishi mumkinligini esdan chiqarmaganimda, ehtimol nadomat etmasmidim. Iymonda Alloh taolo berdi, uni totib qo'yishligi mumkinligi haqida ham ozgina ma'lumotga ega bo'lsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida vahiy yozishlik darajasida payg'ambarimizga yaqin bo'lgan bir kishi bor edi. Ya'ni bu shunday bir manzilat ediki, Rasulullohning tizzalariga tizzasi tegib o'tirar edi. Yozishni o'qishni bilganligidan Rasululloh oyatni tilovat qilib bersa, qog'ozga tushirar edi. Ya'ni biz yetti uxlab tushimizga kelmaydigan sharaf. Alloh taolo bir bandasiga shunday sharafni berdi. Vahiyni yozdi o'tirib. Lekin mushriklar, kofirlar ozgina dunyo matosi evaziga uni dindan qaytib ketishligiga sabab bo'lishdi. Ozgina dunyo matosini berishdi, dinini ana shu dunyoga yoki ana shu ozgina dunyo matosiga almashtirib oldi. Va ana shu fisq fujur bilan to'lib toshgan majlislarning birida mas bo'lib araq ichib o'tirib aytadiki, men Muhammadning Qur'oniga o'zim tomonidan bir qancha bir noto'g'ri so'zlarni yozib tashlaganman, u o'zi o'qishni bilmaganligidan meni so'zlarimni ham Qur'onda yuribdi deb mana shunday bir kufr so'zini aytadi. Shunda Payg'ambar alayhisolamga bu xabar yetganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxoriyda bor duo qiladi. Parvardigoro, qudratingni, ajoyibotini mana shu bandangning ustida ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni o'zingga qo'ydim bu bandangni dedi. Nima bo'ldi? Yolg'on gapirdi, kazzob dedi. Chunki birorta bir xatoni yoki birorta bir so'zni kirgizgani yo'q dedi. Biz bunga iymon keltiramiz, chunki Alloh taolo Qur'onda marhamat qilgan, "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Albatta biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildik va albatta o'zimiz uni saqlab beruvchimiz dedi. Ana shu dindan qaytgan murtad o'ldi. O'zlarining urf-odatiga ko'ra ko'mishdi. Ertasi kuni qarashganda Alloh taoloning qudrati buyuk. Uni jussasi yerda betda yotardi. Uni Muhammad ashablari bilan qildilar shekilli. Yana ko'mib qo'yishdi. Ertasi kuni yana yer betiga chiqib qoldi. 3-marta ko'mishganda ham yer qabul qilmasdan tashqariga chiqarib qo'ygandan keyin ana shu ozgina dunyo matosiga do'zaxga sotib bergan ana shu kofir do'stlari tashab qo'yishdi. Yer qabul qilmadi. Itlar kelib bavlqib ketardi yuziga. Sasib o'lib, qutqumizga yem bo'lib o'lib ketdi. Bu narsani eshitganimizdan keyin jinda mulohaza qilaylik. Robbana la tuzigh qulubana. Parvardigoro, bizlarni qalbimizni burib qo'ymagin. Ba'da id hadaytana, hidoyat qilganingdan keyin. Demak, hidoyatni beribdimi Alloh taolo? Uni olib qo'yishlik ehtimoli ham yo'q emas ekan. Toki insonlar ana shu berilgan ne'matga shukr ado qilinmas ekan, Alloh taolo bu ne'matni olib qo'yishlik xavfi bo'ladi. Esdan chiqarmaylik shu narsani. Shu duoda doim o'qilaylikki, Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmatan innaka antal vahhab. O'tgan suhbatimizda Ibrohim alayhisalomda mana hayotini gaplashgan bo'ldik. Bugun ana shu qissani davom etkazgan bo'lamiz. O'tgan safarda yetib kelgan joyimiz shu bo'lgandiki, Ibrohim alayhisalomda ayoli Sorani ana shu Misrda fojir bo'lgan, fosiq bo'lgan
Podshohning oldiga fahsh uchun olib borgan paytlarida Alloh taologa Hojara nima qildi? Duo qildi. Va mana shu bir ibratlanadigan joyimiz shu ediki, ana shu zaifa, ojiza bo'lgan ayolda Alloh taolo duosini nima qildi? Ijobat qildi. Allohga tavakkul qilgan edi. Ibrohim alayhisolamning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz bu tavakkul. Har qanday mushkulini, har qanday ishini Alloh taologa topshirganligini ko'rdik. Va ana shu Sorona payg'ambar emas edi. Lekin mu'min bo'lganligi uchun, o'zini g'am tashvishini Allohga topshirganligi uchun Alloh taolo duosini shartda ijobat qilganligini ko'rdik. Bir necha marta ijobat qildi. 3 marta qo'lini shol qildi, 3 marta qo'lini qaytardi. 6 marta duosini ijobat qilmabdimi? Ibrohim alayhisalom mana shu holatda hech narsa qilishlik qo'lidan kelmaganligidan namoz o'qib duo qilishidan boshqa narsaga yaramadi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Fasta'inu bis-sabri was-salah." Insonda boshqa bir mushkul ish tushadigan bo'lsa, sabr qilinglar va namoz bilan Allohdan yordam so'ranglar deydi. Demak, dorisi ikkita ekan. Sabr qilinadi, namoz o'qiladi Alloh taolodan. Parvardigoro qalblarimizni nifoqdan, amallarimizni riyodan, tillarimizni yolg'ondan, ko'zlarimizni xiyonatdan o'zing asragin. Zero sen Parvardigorimiz qalb ichidagi bo'lgan narsalarni biluvchi bo'lgan zotsan. Ibrohim alayhisalom hijratni ketidan hijrat qildi. Iroq, Bobil, Xoron, Misr, yana nima bo'ldi? Falastinga qaytdi. Ibrohim alayhisalom Falastinga kelganida u kishiga Lut alayhisalom kelib qo'shildi. Va bir qancha vaqtdan keyin Ibrohim alayhisalom Lutni alayhisalomni fisq fujur bobida cho'qqiga chiqqan Sadom qavmiga payg'ambar qilib yubordi. Bu qissani o'zini o'rnida keyin gaplashamiz. Bu alohida mavzu hisoblanadi. Lut alayhisalom Samud qavmiga qarab ketgandan keyin Falastinda Ibrohim alayhisalom, Sora va Soraning cho'risi Hojar qolishdi. Ibrohim alayhisalom Falastinda yashadi, Allohga da'vat qildi, tijorat bilan shug'ullandi va juda ko'p mol dunyosi ziyoda bo'ldi. Ibrohim alayhisalom 85-86 yoshlarga kirganda ham hali farzandi bo'lmaydi. 85 ga kirguncha birorta farzandi bo'lgan emas. Ibrohim alayhisalomning farzandga muhtoj bo'lganligini ko'rgan Hojar ona o'zini cho'risi Hojarni Ibrohim alayhisalomga hadiya qildi va Ibrohim alayhisalom Hojarga uylandi. Ibrohim alayhisalomga Sora ona Hojarni o'zi hadiya qilganiga qaramasdan ayollarga bor xususiyat, ayollarda bor bo'lgan xususiyat rashk qildi. Hattoki men bilan Hojarni bir yerda qo'ymang deb talab qildi. O'rinda Sora Hojarni yomon ko'rdi, unga yomonlik qilmoqchi bo'ldi, joniga qasd qildi degan bir har xil bir rivoyati sahih bo'lmagan ma'lumotlar bor. Rashk o'rni bor, lekin mana shu aytilayotgan ishlar yo'q edi. Imom Buxoriyda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, Sora Hojarni bosgan izlarini ko'rmasligi uchun Hojar etagi uzun nitoq, ko'ylak kiyib yurishini talab qilardi. Ya'ni rashk qilishligi shu darajada ediki, Ibrohim alayhisolamning oldiga bosib kelgan qadamini izini ham ko'rishni nima qilmasdi? Xohlamasdi. Mana shu narsaga erkaklar e'tibor berishi kerak bo'ladi. Agar mana shunday bir holatdagilar bo'lsa ichimizda. Alloh taolo Ibrohim alayhisolamni Ismoildan aslantirdi. Hojar ona Ismoil alayhisolamni tug'di. Va Alloh taolo tomonidan Ibrohim alayhisalom 85 ga kirganda ko'rgan bitta farzandi Ismoilni onasi bilan Makka degan, Bakka degan vodiyga tashlab kelishlikda vahiysi nozil bo'ldi. Va Ibrohim allazi vaffada dedik mana Qur'onda oyatini o'qib. U shunday Ibrohim ediki, vafo qilgan edi. Alloh taolo qanday buyruq bergan bo'lsa, vafo qildi Ibrohim alayhisalom. O'zini o'tga uloqtirayotganda vafo qildi. Oilani olib borib tashlab kelasan Makkaga deganda vafo qildi. Ibrohim alayhisalom safar qilganda ana shu hamma anbiyolar minadigan Buroq degan otni minib safar qilar edi. Shuning uchun mashaqqat, vaqt degan muammo payg'ambar uchun bo'lgan emas safar qilganlarida. Lekin biror kishi bilan safar qilsa, har bitta payg'ambar oddiy odamdek safar qilar edi. Hojar va Ismoil bilan birga safar qilganligi uchun Makkaga qarab oddiy odamdaqa yo'lga chiqishdi. Keyinchalik Ibrohim alayhisalom mana Ismoil alayhisalomni ziyoratiga chiqqanda ana shu Buroq otini minib keladigan bo'ldi. Ibrohim alayhisalom Hojar onani va Ismoilni tog'lar orasidagi na odam, na hayvon, na suv hech narsa bo'lmagan Bakka vodiysiga tashlab kelishga qasd qildi va yetib kelishdi. O'tkizdi
va orqasini qarab jo'nab qoldi. Hojar ona tushunmadi. Ey Ibrohim, na odam, na hayvon, na suv, hech narsa bo'lmagan joyga biz tashlab ketasizmi? Ibrohim alayhisalom javob bermadi. Hojar ona uni yumshatish uchun ko'nglini axir bu yerda o'lib qolamiz qolsak. Nimaga suyanish bo'lyapti bu yerda? Eriga suyanish bo'lyaptimi? Ya'ni biz bilan qolsangiz biz tirik qolamiz yoki ovqatimiz ko'proq bo'lganda nima bo'lardi? Tirik qolardik. Agar siz tashab ketsangiz, ovqatimiz tugab qolsa, sizdan ovqat ham bo'lmasa o'lib qolamiz deb ovqat bilan Ibrohim alayhisolamga suyanish bo'lmayaptimi? Qaraylik-da biz nimalarga ishonib yashayapmiz hayotda. Nimalarga suyanib yashayapmiz. Ibrohim alayhisolam hech ikkilanmasdan ketaverdi. Shunda Hojar ona erini payg'ambarligini bilar edi. Shunda bir chiroyli gapni aytdiki, bu gap, bu so'z ayollarga emas, avvalambor erkaklarga dars bo'ladigan so'z bo'ldi. Allohu amaraka bi hada. Yo dedi, Alloh buyurdimi shu ishni dedi. Ibrohim alayhisalom ha deb javob berdi. Hojar nima dedi? Izan lan yuzayyana. Unda Alloh zoyi qilmaydi ekan bizni. Shart orqaga qarab qoldi. Ibrohim alayhisalom ketaverdi, Hojar ona qolaverdi. Kimga quvvat yetadi bu gapni aytishlikka? Bir kishi Alloh taoloning buyrug'ini qilar ekan, kambag'al bo'lib qolishlikdan, musibat yetishligidan, kasal bo'lib qolishlikdan qo'rqmasin. Modomiki Alloh taoloning buyrug'ini bajarishga qoyil bo'lib turar ekanmi, yordamchisi kim? Alloh bo'ladi. Bu ayol kishi erkaklarga dars bo'ladigan so'zlar aytdi. Alloh unda bizni zoyi qilmas ekan. Siz tavakkal qilib Allohni rozi qiladigan bir ishga qo'l uravering-da. Alloh taolo nima degan? Fa inna man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Qaysi bir banda bizni rozi qilishlik yo'liga qadam bosar ekan, albatta biz bizni rozi qiladigan yo'llarga uni nima qilib qo'yamiz? Hidoyat qilib qo'yamiz, boshlab qo'yamiz deydi. Demak, yo'l bitta emas ekan, yo'llar deyapti Alloh taolo. Allohni rozi qilaman deb birinchi qadamni bosing. Alloh taolo o'zi yo'llab qo'yadi, o'zi o'rgatadi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh demadimi Parvardigorimiz? Sizlar taqvo qilinglar, o'zini o'rgataman ham yo'lda demadimi? Musulmon odamning eng qattiq ishlangan narsa bu Parvardigori bo'lishi kerak. Puli, dunyosi, tanish bilan obro'si emas. Hali ko'ramiz, Ismoil alayhisalom nima deydi? Hatto o'zidagi bor sifatga ishonmaydi. Parvardigorim bersa bo'ladi bu narsa deydi. Ibrohim alayhisalom tavakkulchilar ustozi bo'lgan. Shuning uchun haqiqiy musulmon ayollar erlarini jo'natayotib uylaridan sahobiylar, tobiinlar ayollari, falonchini bolasi tirikchilikka chiqib ketayotganda ko'chaga. Biz bu dunyoda issiq sovug'iga, ochlik to'g'riga chidaymiz, lekin jahannamda o'tiga bir lahza ham chidolmaymiz. Bizga halol pul olib keling. Agar harom aralashtiradigan bo'lsangiz, olib kelmay qo'ying, chidaymiz deyshgan. U salaf solihinlarda ayollarning so'zini qaraylik-ku, biznikilarda qaraylik. Spiska beriladi. Shu paytda sahobalarning ayollarini eslaymiz gapini. Ular qanaqa ayollar bo'lganligini deb xalos qilgan paytimizda o'zimizni kimligimizni ham o'ylab qo'yaylik. Ular sahobalarning ayollari edi ular. Bular bizlarning ayollarimiz. O'zimizga mos. Hojar onani holiga e'tibor beraylik. Izan lan yuzayyana Alloh. Alloh demak unda bizni nima qilmas ekan? Tashab qo'ymas ekan. Xuddi mo'g'ana nariyada turibdi-yu, ko'rsatib qo'yildi. Ibrohim ketgandan keyin sen olasan deganda ko'rib qo'li bilan ushlab ko'rgandek ishondi. Nimaga ishondi? Robbisini nasiya va'dasiga. Sahobiylar cho'ntagidagi naqd puliga ishongandan ko'ra Parvardigorning nasiya va'dasiga ko'proq ishonishgan ekan. Hojar ona Ismoil alayhisalomda mana emizikli bolasini oldiga qaytdi. Bir muddat turishdi, suv tugadi, yemoq tugadi. Ismoil alayhisalom mana shu emizikli bola yig'lashni boshladi. Ayol kishi yig'lagan bolasini holiga hech qachon toqat qila olmaydi. Bakka hech qanday vodiy yo'q. Mana endi tavakkal qildi, nima qildi? Qoldi. Bitta odam o'tib qolar. U karvon yo'l edi u. Ana shu yamanlik savdogarlarda Shomga ketishdagi yo'l edi, Bakka vodiysi edi. O'tib qolar. Bir gap bo'lar, yo bir gap bo'lar demagan. Allohning aytgani bo'ladi deyishgan. Alloh taoloning va'dasiga ishongan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu.
Kim Allohga suyansa, Allohga o'zini g'amini topshirsa, bu bandaning ishi Allohning zimmasidagi oyatga, mo ikkita ko'zini ko'rib turganiga qanday ishongan bo'lsa, shunday ishongan ular. Biz bilan ularning farqi shunda. O'shuning uchun ularning duosi shart ijobat bo'lavergan. Endi Hojar ona payg'ambar bo'lmasdan turib Allohga shunaqa tavakkal qildimi, mukofoti ko'ring qana bo'ldi. Bolasi yig'ladi. Suv qidirdi, yemoli qidirdi, yaqinroq bo'lgan, bolasi turgan joyga yaqinroq bo'lgan tevalikka chiqdi. Atini nima deyapti? Safo edi. Yugurib chiqdi. U yoqlarga qaradi. Hech narsa yo'q. Bolasini oldiga qaytib bordi. Nandaroqdagi uzoqroq bo'lgan masofaga bordi. Nima deb aytadi? Marva edi. 7 marta borib keldi. Endi e'tibor beraylik. Allohga tavakkal qilib qo'ydim. Beradi endi o'tirmayapti. Nima qilyapti? Ana, yashaylar. Alloh bersa bolalarda turib cho'ntakka qo'l solib yotib olmaydi akalar. Musulmonlar nima qilish kerak? To'rini yayib qo'yish kerak dengizga baliqchi. Keyin nima deyish kerak? Shunaqa chiqmadimi demak yozmabdi. Chiqibdimi? Siz sabab bo'lasiz xolos. Lekin harakat qilmasdan berib qo'yishga qodir Parvardigoriz. Lekin Alloh taolo sabab bo'lishimizni xohlayapti. Hidoyat Allohdan deb yotib olmaydi. To'g'ri mulohaza qildi ba'zi birodarlarimiz. Banda birinchi qadam tashlash kerak Alloh tomoniga qarab turib. Bir qadam tashlasa, Alloh taolo 2 qadam tashlayman dedi. Banda men tomonga qarab yursa, men yuguraman dedi. So'ngra uni yaxshi ko'rib qolaman bandani dedi. Ko'radigan ko'zi ham o'zim bo'laman, gapiradigan tili, ushlaydigan qo'li ham o'zim bo'laman dedi. Hozir ona sabab qilib qo'ydi. 7 marta borib keldi-da, quloqiga bir ovoz eshitildi. Marvaga yetganda. Jim dedi. Jim. Hech kim yo'q yonida. Kimga aytyapti bu gapni? O'ziga aytyapti. Jim, jim. Suvda ovoz eshitildi. Borib qaradi. Ana shu emizil yig'lab yotgan Ismoilning oyog'ini toydan suv otilib chiqishni boshladi. Alloh taolo vahiy qildi. Jabroil alayhisalom qanotini uchini tegizdi. Ibrohim Ismoilning oyog'ini tagiga. Shu yerdan buloq otilib chiqdi. Mukofot kutib turdimi Alloh taolo? Bir kun o'tgandi, yarim kun o'tgandi, lekin Alloh ijobat qildimi? Nimaga bularni qilgan duosi ijobat bo'ldi? Nimaga bular so'ragansa sirasi Alloh beryapti, bizga cho'zilib ketyapti? Alloh shu kamchiligimiz o'zing deb Alloh akbar deymiz, siqilib yuramiz. Chiqib ketmaydi shu duo bilan. Duo nima? Parvardigordan so'rash. Duo nima? Moni chiqarib tashlash. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi, o'ylamayapti ham shu narsani hojarona. Shuning uchun mukofoti nima bo'ldi? Darrov keldimi? Suvni ko'payib chiqib kelayotganini ko'rib, o'sha ko'payishni boshladi. Chekasini shunday sumladida zam, ya'ni sekin deb turib to'xtatib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi, Ismoilning onasini Alloh rahmat qilsin. Agar suvni to'xtatib qo'ymaganida daryo bo'lib oqardi deydi. Ya'ni suvga bo'lgan xirsidan yayilib turib, yana ololmay qolmaydigan maqsadda nima qildi? Suvni bo'yni sindirib qo'ymadimi Hojar onaga? O'sha zam to'xtadi edi, to'xtab qoldi o'sha holatda. Zamzam mana hajga borganlar ko'pchilik bor bu yerda, ichdinglar-a. Bu yerda zamzam ichmagan odamning o'zi yo'q. Materialni his qilib ko'rdinglarmi? Ana akalar, Allohga tavakkul qilgan bandasini, Allohga tavakkul qilgan el na qalqonning g'amini yer deydi. U mehnatini qiladi, ketmon chopadi, mashinasini minadi, do'konni ochib qo'yadi, lekin natija nima qilmaydi? Ana mo'minning xotirjam hayotini siri. Bu ilohiy mo'jizalarning ikkalasi ichishdi, omon qolishdi. Hali atrofda hech kim yo'q edi. Mana Zamzam suvi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi. Ovqat yeyman degan odam uchun ovqat o'rnida qonni to'yg'izadi. Ma'nosi chanqagan odamga issa chanqoqni qoldiradi, kasal odam issa nima bo'ladi? Hajga borganlar yaxshi bilasizlar, suv ichib qoningizni ochganini bilmaysiz. Shunday emasmi? Vodoprovod suvdan 2 stakan ichib qo'ygan odam, qonni og'riydigan odam borib ichgan, yotib olib. Lekin nima olmagan? Bu mo'jiza emasmi bu? Bitta ayol kishiga payg'ambar emas u ayol. Oddiy bir zaifa ayol, lekin Allohga tavakkul qilgani uchun Alloh nima qildi? Zoya qilmadimi? Nima degan edi? Alloh bizni zoya qilmaydi deganmidi? Zoya qildimi? Endi ana shu Bakka degan vodiyda suv paydo bo'lgandan keyin qushlar kelishni boshladi u yerga. Ana shu vaqtda mana arablarda asl vatani Yaman hisoblanadi. Asli arablarning vatani Yaman hisoblanadi. Juda katta arab qabilalari Yamanda yashar edi.
Yamandagi suv to'g'oni yorilib ketadi. Damba deymizmi biz? Suv yo'q bo'lib qolganligidan ana shu joyda yashaydigan arablar suv qidirib Arab jazirasiga bo'lib tarqagan bo'ladi. Ularning qatorida Jurhum qabilasi ham Arab jazirasida suv qidirib yurgan bo'ladi. Jurhum savdogar xalq bo'lganligi uchun Yamandan Shomga tijorat karvoni bilan borib kelganligi uchun Bakka vodiysidan o'tadigan yo'lda bilishar edi. Ana shu Bakkaga yaqinlashganda vodiyning ustida qushlar uchayotganligini ko'rishdi. Buni bir sababi bor dedi-da, xabar olib kelishga odam jo'natishdi. Suv borligini xabari keldi. Kelsa, emizikli bola bilan ayol kishi o'tiribdi. Jurhum qabilasi juda katta qabila bo'lgan. Kelib turib so'rashadi. Suv siznikimi deyshadi. Bu yerda suv bo'lmas edi o'zi. Meniki dedi. Ichishlikka ruxsat berasizmi dedi. Hozir buni sirini ham aytamiz nimaga bular ruxsat so'raganligini. U tomonlarni bilamiz, odamlar qattiq qo'l bo'lgan, berahm bo'lgan, shafqatsiz bo'lgan va hokazo. Nimaga ularni Alloh so'raydigan qilib qo'yganligini hozir gaplashamiz. Haq, agar haqqini to'lasalar ichoringlar dedi. Quruq joydan bitta shahar yoki qishloq paydo bo'lsa, shu qishloq yoki shaharni malikasiga aylantirib qo'ymadimi Hojar onani? Loyiqmidi? Loyiq edi. Chunki g'am qilmagan edi-da. Nima bo'larkin demagan edi bizga o'xshab. Allohda aytgani bo'ladi. Allohning buyrug'i, Alloh rozi bo'ladimi shu ishni qilsam? Tamom. Bir kunda o'zida bitta shaharni malikasiga aylanib qoldi. Suvni bermasa, Jurhum qabilasi mana olijanob mard mag'rur qavmidir. Unaqa tunab ketishlikni, qaroqchilik qilishlikni, yo'tirsa qilishlikni bular yomon ko'rishadi. Mana Ismoil alayhisalom katta bo'lib mana shu Jurhum qabilasiga aralashib yashadi. Ular bilan mana yoshligini o'tkazdi, uylandi, ulardan nutqni o'rgandi. Hattoki arab tilida fasohat bilan so'zlashlikda Ismoil alayhisalom eng chiroyli notiq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tildagi fasohati ham mana shu bobolari bo'lgan Ismoil alayhisalomdan hisoblanadi. Ismoil mana shu yerga jichcha bir tarixga bir aniqlik kiritib qo'yamiz. Ismoil alayhisalom Jurhum qabilasiga aralashgucha bo'lgan davrdagi arablar arab ariba deyiladi. Ya'ni aralashmagan boshqa xalqlarga sof arablar deyiladi. Endi Ismoil alayhisalomdan keyingi arablar arab musta'riba. Ya'ni boshqa xalqlar bilan nima bo'lgan? Aralashgan deyiladi. Mana butun boshli qabila 500 tadir, 2000 tadir, 10 ming tadir kelib bitta zaifa ayoldan suvni nima qilyapti? Aka turib jil biz mashada yashaymiz desa, qo'lidan kelamidi? Kelar edi. Himoya qila olamadi Hojarani o'zi? Yo'q. Endi nimaga ular qalbi mehribon bo'lib qoldi bunga? Hojar ona xo'p deb Parvardigoriga tavakkal qilib suvli bo'ldi. Endi himoyasini kim ta'minladi? Ibrohim alayhisalom 85 ga kelganda topgan bitta bolasini qo'yib ketyapti, yig'layapti Robbisiga. Alloh sinyapti Ibrohim alayhisalomga, qani bolani berdim. Nima qilasan? Menmi qalbimda birinchi o'rinda yoki bolayimmi? Olib borib tashab ketdi uchun tashab ketyapti. Endi tashab ketib turib, Allohning buyrug'ini bajarib turib, xizmatini haqqini so'rayapti. Nima deyapti? Astagfirullah, Robbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram. Parvardigoro, men zurriyatimdan bittasini, zurriyatimdan seni muqaddas bo'lgan uyingni oldiga qo'yib ketyapman dedi. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Qarang, nima deb so'rayapti? Parvardigor, bolani qo'yib ketyapman oilani. Endi odamlarning qalbini yumshoq qilgin deyapti. Demak, sir nimada ekan? Bu duoda ikkita narsa bor. Hali hech kim yo'q u yerda. Bu duo bilan odamlar kelsin deyapti. E'tibor beradi, primer bo'lmayapti bu narsa. Bitta duo bilan ikkita narsani so'rayapti. Odamlarning qalbini yumshoq qil degani, odamlar avval kelsin deganimi? Biz shunaqa duo qila olamizmi? Yo biz aytib o'tgan safar rangini ham bilamiz bizga kerak narsani. Yilini ham bilamiz, qardanligini ham, hamma yo'q suvini yoki uchastkasini ham bilamiz so'tigini. Biz aniq bilamiz bizga nima kerakligini. Bular bilmagan ekan o'ziga nima kerakligini. Robbisi bilishligini bilgan ekan ular. Urug'imdan bittasini tashlab ketyapman shu yerga, odamlarning qalbini mehribon qilgin. Bu shaharni tinchlik, omonlik shahri qilgin va shahar ahlini xilma-xil mevalar bilan nima qilgin?
rislantirgin dedi. O'shuning uchun Jurhum qabilasi kelib turib, nima deyapti ayol kishidan? Suvdan iste'molimi demayaptimi? Nima bo'lar ekan endi? Bo'ri bordir, ilon chayon bordir, qaroqchilar bordir, nima bo'lar ekan demayapti. Parvardigor, men sen aytgan ishni qildim. Seni buyrug'ingga itoat etdim. Qiyin bo'lsa ham qildim. Endi o'zing saqla endi ularni. Bolangizni maktabga jo'natyapti, katta yo'ldan o'tishi bor. Uzoq tijoratga akangiz ukasi ketyapti. Riskovat qilyapsiz, ma'lum bir molingizni yo'lga chiqarib yordingiz. Sababni qildingiz qo'ldan kelgancha. Endi g'am qilmang yo'qni. Parvardigor, men qo'limdan kelganicha ishonchli odamga berdim pulni. Kerak tovarda aytdim vaqtida. Men aqlim yetganicha ishni qildim, endi natijasi kimning qo'lida? Tavakkal degandan keyin birodarlar g'am qilib bo'lmaydi. Nima bo'ldi ekan bolam? Shu mashina yo'ldan o'tib oldimmi kesaman degan gap ketmaydi. U tavakkal bo'lmaydi. Tavakkal degani chiqarib tashlashmadan degani. Rasulullohga salovat aytaylik. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Aytayliklar. Demak tushundik. Nimaga qavm kelib nima qildi? Ruxsat so'radi. Mana endi savol tug'ilyapti. Seni muqaddas uyingni oldida zurriyotimdan bittasini qo'yib ketyapman. Ka'ba bormi o'sha paytda? Ikki xil rivoyat bor bu o'rinda. Birinchisida Ibrohim alayhisalomga bildirilganida Ka'bani o'rni, ikkinchi rivoyatda Ka'batulloh Shis ibn Odam qurgan uyni asoslari, fundamentlari bor edi degan rivoyat bor. Ikkalasi ham sahih. Ana shu qavoid, ana shu asos fundament ustiga Ibrohim bilan Ismoil alayhisalom qilishgan, uy qurgan. Alloh taolo mana Oli Imron surasida aytadi: "Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin." Insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyning eng birinchisi muborak Bakka vodiysida. Makka emas, Bakka vodiysida. Olimlar uchun hidoyat bo'lgan joyda qurildi deyildi. Demak, Ibrohim alayhisalomgacha Shis ibn Odam qurgan bu Ka'batullohda. To'fon bo'lganda Nuh alayhisalom davrida rivoyatlar bor, farishtalar osmonga ko'tarib chiqib ketdi. Baytul Ma'mur. Hadislar bor. Baytul Ma'murda har kuni 70 mingta farishta ziyorat qiladi, Ka'batullohda qoq ustida turadi. Hali bir marta kirgan farishta 2 marta kirish imkonini topa olmagan deyiladi. Qancha vaqt o'tdi? Alloh biladi. Va qancha farishta keldi? Alloh biladi. استعوذ بالله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Parvardigorim, men zurriyotimdan seni hech qanday ekin-tikin bo'lmagan joyga, pokiza bo'lgan, muqaddas bo'lgan uyingni oldiga qo'yib ketyapman. Nima uchun? Namoz o'qishliklari uchun. Shart ko'ring. Yeb ichib yotsa, maza qilsin uchun emas. Namoz o'qishlik uchun. Parvardigor odamlarning qalbini ularga yumshoq qilgan va xilma-xil mevalarni rislantirgan, shoyat shukr keltiruvchi bo'lsa. Hajga borgan birodarlarimiz, qaysi faslda bormang, ana shu meva-chevani hammasini ko'rdinglarmi? Makkada biror bir dehqonchilik ekin-tikin bo'ladimi? Qayoqdan kelyapti? Biz hozir bu 20-21-asrda yashab, mashina, samolyot olib boryapti deymiz. Ha, bu mashina, samolyot bo'lmaganda ham bu narsalar bu yerda nima bo'lgan? Bor bo'lgan. Nimaning sharofati? Ibrohim alayhisolamning tavakkulini va duosini sharofati. Kunlar o'tdi. Ismoil alayhisalom Jurhum orasida ulug' edi. Ibrohim alayhisalom 1-2 yoki bir necha marta yiliga ziyorat qilib ketar edi. Ana shu ziyoratlarning birida bir buyuk ish sodir bo'ldi. Makkani tashqarisiga kelib dam olayotgan paytida Ibrohim alayhisalom tush ko'rdi. Tushida o'g'lini so'yayotganligini ko'rdi. Bu shunday imtihon ediki, inson bolasini hech qaysisiga bunaqa sinov kelmagan edi. Har bitta odam tishi og'risa dunyodagi eng katta og'riq tish deydi. Bir odamning farzandi o'tsa eng katta musibat shu deydi. Bir odam moli dunyosidan ayrilsa, har bitta odam o'zini dardini, musibatini buyuk musibat deb biladi. Shunday emasmi?
Lekin Ibrohim alayhisolamning boshiga kelgan bu ishni Alloh taolo aytayapti, "Inna hada lahuval balaul mubin." Mana shu ish deydi, ochiq balo edi deb kim aytayapti? Ibrohim alayhisolamga kelgan bu imtihon qaytib odam bolasiga undan burun ham, undan keyin ham kelgani yo'q. Shuncha Alloh aytayapti, "Va Ibrohim allazi vaffa." U vafo qilgan Ibrohim edi deyapti. U javob beradi gapiga deyapti. Ibrohim alayhisalom tushiga shayton kirmasligini yaxshi bilar edi. Payg'ambarlarning tushi Alloh tomonidan buyruq ekanligini yaxshi bilar edi va mana shu buyruqni bajarishlikka ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan kirdi. Hozir bir yarim soat bo'lib qoldi vaqtimiz. Sal bir qimillab olsanglar, ko'zi qovoq aralashgan birodarlar nasiyaga so'rab qolishdi. Sal bir qimillab olaylik-da. Sollu ala rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala sayyidina Muhammad. O'sha derazalarni ham ochib olsanglar yaxshi bo'ladi. Bugun ana shu xufton namozidan bir 5-10 daqiqa sal o'tkazib o'rgan gapiramiz, shunga o'zingizlar tayyorlab o'tirasizlar. Toki ana shu vaqt tiqilib qolib turib, haligi tahoratga bir chiqish kerak bo'lsa, bemalol birodarlar. Men ham soatga qarab bo'g'ilmay. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Farzandi sayga yetganda deydi. Say bu ana shu otaning yoniga kirib qolgan payti. Bolg'ana ber desiz, bolg'ana bergan, kulishlar ber desiz, kulishlar bergan, yana bir korizga yarab qolgan payti. Haligi 10 yoshargacha, 9 yoshargacha sarflagansiz, yedirgansiz, yana nima qilyapti bitta-bitta? Qaytayotgan payti 19 yoki 11 yoshi. Yana u nechta edi o'g'li Ibrohim alayhisolamga aytib qo'ylar. Yiliga nechtadan o'g'il ko'ryapti? 85 ga kirganda bir dona bola ko'rdimi? Bu qanaqa bola bo'lishi kerak edi? Alloh taolo so'y degan buyruqni ishora qildi Alloh taolo. Vahiy qilib ochiq Jabr alayhisolam tushmadi, ishora qildi. Lekin Ibrohim alayhisolamga shuni ham o'zi kifoya qildi. Qaysinimiz qila olamiz agar mol mulkini Alloh yo'l sadaqa qilib desa? Kim qila oladi? Farzandini olib chiqib so'y desa, kim qila oladi buni? Kishini iymoniga qarab imtihon tushiradi. Shunday bir so'zlar bor islomda. Iymoniga qarab imtihon keladi. Demak Ibrohim alayhisolamning iymoni inna Ibrohima kana umma. Ibrohim bitta o'zi ummat edi deydi. Bitta o'zi bo'lgan ummat bo'lgan. Demak imtihonda ham qanaqasi kelgan? Eng og'iri kelgan. Shuning uchun biz vahima qilmaylik. Bizga Alloh o'lingni so'y, mol dunyoyini Xudoga sadaqa qilib demaydi, chunki biz ko'tara olmaymiz birodarlar. La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Alloh insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga hech qachon buyurgan emas, taklif qilgan emas. Shu 5 mahal namoz o'qimasa ham katta gap. Ko'zimizni o'tib ketayotib turib yerga olsak ham katta gap. Demak, bizning iymonimizni imtihondan kelayotgan imtihondan bilsak bo'lardi kimligimizni. Narximizni birodarlar. Ibrohim alayhisalom o'g'liga keldi oldiga, aytdi: "Ey o'g'ilcham" dedi, "Men sizni tushimda so'yayotganligimni ko'rdim. Nima deysiz shunga?" dedi. Shu o'rinda chi mulohaza bor. Ha, nimaga maslahat solyapti? Otasi emasdi-yu. Ha, uxlayotganda kelib turib shunday so'yib qo'ysa, Allohning buyrug'ini bajargan bo'larmidi? Ish pishamidi? Yana kimdan so'rayapti? Imtihonni ko'ryapmizmi birodarlar? Biz hozir bir kayfiyatimiz shoh-shakilik, tabassum qilib o'tiribmiz-ku, jinday bir mulohaza qiladigan bo'lsa, yig'laydigan narsa bu. Tasavvur qiling, yaxshi ko'rgan bolangiz Alloh sizga shunday buyruq bersaki, so'yasan bolangni. Bervor demayapti, ehtimol yashab ketar bir yerda. Tashab ket demayapti, ey salomon qilib, qo'ling bilan so'y deyapti Alloh. Kim ko'tara oladi buni? Kishini iymoniga qarab imtihon kelmaydimi? Agar tijoratingizda yolg'on gapirmasdan savdo qilishni shart kelayotgan bo'lsa, demak toqatingiz ko'tarar ekan Alloh shuni qo'yyapti. Qani? Ol chidamas eding. 5 mahal namozga chidamas eding, eplab qolding. Bu iymon shunaqa ekanki, musulmonda da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iymoni bugungi holati kechagi holatidan yaxshi bo'lishi kerak. Ertangi holati bugungisidan yaxshi bo'lishi kerak. Nima bo'lib turish kerak?
Namoz o'qishlik musibat edi, qiyin edi, mustahab qilishlik. Xudo shukr namoz o'qigan bo'lib qoldingiz. Nafs ko'nikdi, bu yerda to'xtalmaydi, yana bir qadam bosiladi. Kechasi turib namoz o'qishga odatlash kerak. Unga ham o'rgatdingiz. Unga ham ko'nikdi. Endi imtihon emas u. Organizm nima bo'ldi? Ko'nikib oldi. Ko'zni tiyishni o'rgandingiz. Keyingisiga o'tish kerak, musulmon ham turmaslik kerak joyida. Shuning uchun Rasululloh aytdi, mo'minda bugungi kuni kechagidaqa bo'lmasligi kerak. Va ertangi kuni buyungidaqa bo'lmasligi kerak. Nimaga maslahat qildi? Xulosa shuki, birodarlar, musulmon ota savob qilishlikda farzandini ham sherik bo'lishini xohlayapti. Buyruq kimga buyurilgan edi? Ibrohim alayhisolamga buyurilgan edi. Ya'ni men shu ishni qilmoqchiman, savobga sherik bo'lasizmi deyapti. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni inshaallohu minas sobirin. Parvardigor Allohning marhamati bo'lsin bu kishilarga. Otajon dedi, buyurilgan ishni qiling dedi. Inshaalloh meni sabirlardan topasiz dedi. O'zida bor bo'lgan sifat, sabr degan sifatni men gapga tishlab beraman demayapti. Nima deyapti? Alloh xolasa sabr ekanligini ko'rasiz deyapti. Biz aniq bilamiz, uyda turib ta'bir beraman senga. Bu javob men. Men aytdim, nashim bo'ladi, bo'ladi. U cho'ntagidagi puli, bilagidagi quvvatiga emas, o'zida bor bo'lgan sabr degan sifatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Inshaalloh meni sabirligimni ko'rasiz demadimi? Mana shu kalimada ulamolar aytadi, Alloh bilan bo'lgan odobni mukammal cho'qqisi ko'rinishi bor deyiladi. Hatto inson o'zidagi sabr degan sifatni kimga nisbatlayapti? Alloh bermasa biz bitta tupurgimizni ham yuta olmaymiz akalar. Shunday emasmi? Tupurgimizni yuta olmaymiz. Endi nimalarga suyanib, nimalarga ishonib, nimalarda g'am qilib yashayapmiz? Aytdik suhbatning boshida, Alloh iymonni beribdi, olib qo'yishi ham mumkin ekanmi? Birodarlar, shukr qilaylik iymonga. Ibrohim alayhisalom o'g'liga aytgani yo'q edi. Menga Jabroil vahiy qildi, olib keldi demadi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda so'yayotganimni ko'rdim dedi. Endi qarang. Bu sher bo'lgan Ibrohim alayhisalomda bolasi nima bo'ladi? Sher bo'ladi-da. Dada to'xtang. Ha bu ochi vahiy kelmabdi-yu. Ha bu tush ekanda bir basirab qolgan endi usta demagan ekan. To'xtang, bir Jabroil ochiq aniq vahiy olib kelsin, keyin gaplashaylik demagan ekan. Chunki otasi ikkilanmadimi? Bunaqa otani bolasi ham olmaydi. O'shuning uchun qurib ketgurdi bolasi, undoq bo'lsang, bundoq bo'lsang deb bolalarimizni bir itob malomat qilayotgan paytimizda hech insof qilaylik. 3 litrli bankaga yong'oq bilan to'g'izsangiz nima to'ladi? 3 litr yong'oq bo'ladi. Qoqini tashlasangiz 3 litr. Endi nimani tashlayapmiz biz bolalarimizni xalqimiga? Ruhoniyatiga. Nima bilan to'g'izyapmiz? O'shuning uchun aytayapti sahobalar bayonlari. Biz dunyoda sog'iga chidaymiz, lekin harom luqma olib kelmay jahannamga chidamaymiz deyapti. Biz obosiylar bo'ldi. Shunday emasmi? Birovning haqqi u teshib chiqishligi subhanalloh, o'zi birovning haqqini yeyishdan, teshib chiqishdan qo'rqib deyilamiz. Shunday emasmi? Bat teshib chiqadi deymiz. O'sha teshib chiqmasin deb nima qilamiz? Birovning haqqini yemaymiz. Yo'q akalar, Allohdan qo'rqib turib yemaslik kerak emasmi birovning haqqini? Inson qanchalik ilmli, iymonli, taqvoli, bir polvon bo'lmasin, g'ururlanmasin, ilmiga, bu qo'lidagi narsaga suyanmasin, faqat Allohga suyansin. Inshaalloh desin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yahudiylar kelishdi. Ey Muhammad, sen payg'ambar bo'lsang, bizga 3 ta narsani ayt. Ashobul kahfni aytib ber nimaligini, Zulqarnaynni aytib ber va ruh haqida aytib ber dedi. Rasululloh nima dedi? Ertaga kelinglar, ertaga aytib beraman dedi. Nima bo'ldi? Vahiy to'xtab qoldimi? Nima demoqda orqasidan? Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Alloh wazkur robbaka idza nasit. Esimizdan chiqarib qo'yamiz ekanda, chunki payg'ambarimizga aytayapti, esdan chiqarib qo'ysiz, zikr qiling deyapti. Demak, inson esdan chiqarib qo'yar ekan. Biror ishni qilmoqchi bo'lsangiz, ey Muhammad alayhisalom, ertaga bunday qilaman demang. Agar Alloh xohlasa shunday bo'ladi deng.
Parvardigoringizni zikr qiling agar esdan chiqarib qo'ysangiz dedi. Kishi doim zikrda bo'lishi kerak. Doim Allohga suyanishligi kerak. Ota-bola buyruqni bajarishni kelishdi. Ismoil alayhisalom mana shu narsalar sal odob bilan ishlasa yaxshi bo'ladi, birodarlar. Buyruq Ibrohim alayhisalomga bo'lgan edi. Lekin buyruqni bajarishlikda o'g'lini Ismoilni ehtimomini qarang. Otajon dedi, meni so'yayotgan paytingizda ko'zimni yerga qarating dedi. Toki ko'zim ko'ziga tushib ketib, otalik mehri sizni meni so'yishlikdan, Allohning buyrug'ini bajarishlikdan to'sib qo'ymasin. Buyruq kimga bo'lgan edi? Ibrohimga o'zi indamay turganim ham yetadi, o'zi demayapti. Parvardigoriga otasi osiy bo'lishligidan ehtiyot bo'lyapti. Yuzini yerga qarating deyapti. Ko'zim ko'ziga tushishi meni to'xtab qolmay so'yishlikdan. Haqiqatan Ismoil alayhisalomni oyoq qo'lini bog'lab yerga yotqizdi va pichoqni tomog'iga qo'yib tortdi. Falamma aslama va tallahu liljabin. Peshonasini yerga qo'ygandan keyin, pichoq tortgandan keyin kesmadi. Otajon qattiqroq bosing, shu diyabi dedi. Uchini sayin dedi. Saymadi. Akalar, o't kuydirmaydi. Pichoq kesmaydi. Birov vahima qilib qo'rqitsa, uni musibat sizga yetmaydi. Biroq yomonlikni ravo ko'rsa, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Abdulloh ibn Abbosda 10 yashar bolani payg'ambarimiz otni orqasiga uchrashtirib olib aytyapti. "Ey bolam" deyapti. So'rasangiz Allohdan so'rang deyapti. Suyansangiz Allohdan sizga suyaning. Yordam so'rasangiz Allohdan o'zingizga iltijo qiling, biling deydi. Butun ummat deydi. Sizga yomonlik qilaman deb jamlanib turgan bo'lsa, hech narsa qila olmaydi ular, agar Alloh xohlamagan bo'lsa. Va biling, butun ummat sizga yaxshilik qilaman deb tursa, xursand ham bo'lib ketmang deydi. Ko'nglimiz tog' bo'lib ketadi-yu, biror ikkita narsani va'da qilib qo'ysa. Rufiyatil aqlam va juffatis suhuf. Sizni hayotingizda bo'ladigan yaxshi yomon ishni yozgan qalam ko'tarildi. U varaqlar nima bo'ldi? Quridimi? Xo'p, qani iymonimiz unda bizni? Val qadari xayrihi va sharrihi minallohi ta'ala deymiz. 7 ta shartdan bittasi. Allohga, farishtalarga yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan deymiz-ku. Sen bilan bo'lmaganimda shuna bo'lmasdi deymiz. Yaxshi ham seni gapingga kirganim, yaxshi ham ana qilib qo'yganim, birodarlar, o'zimizga to'ngamayapmizmi bu narsani? Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi. Enavola sarson bo'lib ko'chada qolmaydi, agar Alloh xohlamasa. Hech kim xor qila olmaydi, hech kim aziz qila olmaydi, agar Alloh xohlamasa. Falamma aslama va tallahu liljabin. U ikkovi taslim bo'lib musulmon bo'lgach deyapti Alloh. Endi ular musulmon emasmidi avval? Musulmon edi. Lekin mana shu ishdan keyin ularni imtihon qilishga hojat qolmadi. Bu jonini ayamayapti, bu bolasini ayamayapti. Demak, bundan ortiq imtihon bo'lmaydi. O'zini bolasini so'yishlik darajasiga boryaptimi, Parvardigorning roziligiga. Boshqa imtihonni kelayapti. O'shuning uchun pichoq kesmadi-yu. Kesganda nima bo'lardi? Go'sht bo'ladi, qon bo'ladi, suyak bo'ladi. Allohga buning keragi bormidi? Allohga bu ikkala bandasidan taqvo kerak edi. Shuni bilmoqchi edi. Bandalar nima qildi ikkalasi? Zohir qilishdi. Ko'rsatishdi. Taslimda Alloh taolo ko'rdi bularda. Mukofotni qarang. Fanadaynahu an ya Ibrohim qad saddaqta ru'ya in va innaka zalika nazil muhsinin. Unga nido qilindi. Parvardigor nido qildi. Ey Ibrohim, tushingizni amalga oshirdingiz. Inna kazalika nazil muhsinin inna hada lahuval bala'ul mubin. Biz muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz. Albatta bu Ibrohimni sinalgan mana shu imtihon ochiq balo edi deyapti Alloh. Shu balodan ham o'tdi. Endi boshqa bundan ortiq imtihon bo'lmaydi. O'zini qurbon qil deganda nima qildi? Bolani so'ylaganda nima qildi? So'ydi. Tarixdagi eng katta imtihon, ochiq balo, buyuk sinov shu edi. Agar Alloh buyursa, mol dunyoni hammasini infoq qilib yubordi, kim qila oladi? Agar farzandini qurbon qil desa-chi, agar bu bola 85 ta yilda ko'rilgan bitta bola bo'lsa-chi, agar Alloh shu bolani qo'ling bilan so'y desa-chi, kim chida oladi bunga? Ibrohim Xalilulloh chidadi. Ittahadallohu Ibrohima xalila dedi Alloh.
Alloh Ibrohimni nima qildi? Do'st qilib tanlab oldi. Ibrohim Allohning do'stim degani yo'q. Alloh tanlab oldi. Halilur Rahman. Qancha son sanoqsiz odamlar kelib ketyapti. Shundan bitta Ibrohimni nima deyapti? Meni do'stim deyapti. Subhanalloh. Allohning do'sti. Shunga loyiq bo'lgan kishi. Yana bu buyruq qanaqa edi? Primoy vahiy bilan keldimi? Nima bo'ldi? Ishora bo'ldi. Ishora bo'ldi. Demak, vahiy bo'lganda ham bajaradi. Chunki ishora bo'lganda bajaryaptimi? Men endi bir tush ko'rib qolgan, bir dona ko'rgan bolamni so'yamami degani yo'q, birodar. Ibrohim o'tga tashlanganda vafo qildi. O'g'lini qurbon qilganda vafo qildi. Alloh uchun qilishda vafo qildi. Mol dunyosini vafo qildi. Ibrohim alayhisalom boy bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda, endi Alloh alam, qo'ylarini haydaydigan iti 12 mingta bo'lgan ekan. Iti qo'y emas. Har bittasining bo'ynida 5 kilolik tilladan xalqi bo'lgan ekan, rivoyatlar bor ekan. Lekin nima bo'lganda ham qo'lida dunyosi ko'p bo'lgan. Bu dunyosi Allohga ibodat qilishidan nima qilmagan? Subhanalloh, qiyomatga borganda bir odam men pulim ko'p edi desa, Ibrohim alayhisalom, Sulaymon alayhisalom pesh qilinar ekan. Shunchami puling ko'p edi? To'smadi buni ibodati. Men kasal edim desa Alloh taolo Ayyub alayhisalom pesh qilar ekan. 18 yil qurt yeganmidi badaningni. Shunda ham bir marta shifo berdi so'ramagan Ayyub alayhisalom. Hamd aytavergan. Otam chataqdi desa, Ibrohimchalik edi otang. Bolam chataq desa, Nuhchalik edi bolang, bola, yopilmadi otang. Ayolim chataq desa, Lut alayhisalom ayoli pesh qilinar ekan. Kambag'al edim desa, Isochalik kambag'almiding? Yaxtagidan boshqa hech narsasi bo'lmagan. Lekin Allohga ibodat qilishdan to'smagan. Hech kimga qiyomatda hech qanday bahona u payg'ambarlarga hayotdan qarasangiz, hamma sorti bor inson tabaqasidan. Sahobalarga qarasangiz ham hamma tabaqasi bor. Demak, hech kimga Allohning huzuridan bo'lmaydi. Fanadaynahu bi zibhin azim. Buyuk bir qurbonlikni unga fido qildik, berdik. Osmondan ovoz eshitildi. Ibrohim alayhisalom qaradi, Jabroil bir qo'chqorni yetalab kelayotganligini ko'rdi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi. Qo'chqor jannatda 40 yil boqilgan edi. Rangi oq edi, ko'zlari keng va shoxlari bor edi. Ibn Zabihayn ikkita qurbonlikni bolasi deyilganda Muhammad alayhisalom nazarda tutiladi. Birinchi otasi Ismoil alayhisalom qurbonlik qilindi, qoldi. Abdul Muttolib o'g'li Abdullohdan shu oxirgi tug'iladigan bolani qurbonlik qilaman deb niyat qilib qo'ydi. Tug'ilganda bu fikrdan qatib 100 ta tuyani so'ydi. Ikkita otasi qurbonlikka atalyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ismoil alayhisalom Allohga mana shunday hadiya qurbonlik qilindi. Musulmonlar yilda bir hajga to'planib Ka'batulloh atrofida qurbonlik qilishining ma'nosi shuki, Parvardigoro, biz ana shu seni do'sting bo'lgan Ibrohimni yo'lidamiz. Ya'ni o'zini o'g'lini so'yishidan ham, seni rozi qilish yo'lida o'zini o'g'lini so'yishidan ham to'xtamagan banda Ibrohimning yo'lidamiz. Parvardigoro, bizlarni Ibrohim alayhisolamning millatida yashashlikka muvaffaq qilding va ana shu millatda jonimiz olgin degan ma'no bo'ladi. Parvardigoro, biz mol dunyomizni sarflab, o'zimizni jonlarimizni tavakkalga qo'yib, seni diydori, seni Parvardigoringga ziyoratga keldik degan ma'nomiz bo'ladi. Har bitta odam hajga borib o'ziga kelgan san topib keladi. Shunday emasmi? Demak, insoniyat tarixidagi imtihonlarda, balolarda eng og'iri Ibrohim alayhisolamning boshiga tushdi. Uchala holatda ham Allohga tavakkul qildi. Bitta xotini Allohga tavakkal deb ketuvdi, Alloh saqladi zolimning qo'lidan. Ikkinchi xotini xo'p deb Makka da qoluvdi, Alloh taolo Makkani shahar qilib qo'ymadi. Ibrohim alayhisalom o'zi Allohga tavakkal qiluvdi. Ismoil alayhisalom Allohning buyrug'iga labbay dedi, pichoq kesmadi, o't kuydirmadi. Birodarlar, biz Allohga bo'lgan suyanishimiz, Allohga bo'lgan ishonchimiz, Allohga bo'lgan e'timodimiz cho'ntagimizdagi bo'lgan pulga e'timoddan farqi bo'lishi kerak. Chunki hech kim Alloh izn bermasa, o'rnidan qimirlashga qodir emas. Suhbatimiz oxirida
Ibrohim alayhisolamning duosini qaytaramiz hammamiz. O'tkir g'izlayotgan paytdagi. Bismillahirrohmanirrohim. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Bizi ishimiz Allohning qo'lida va naqadar buyuk zot. Bo'ldi, g'am qolmasin qalbda shundan keyin. Allohning aytgani bo'ladi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.